Ana nima o'tga olib keldinglar? Hali xabaringiz yo'qmi? Siz katta miqdorda narko biznes bilan shug'ullanganlikda ayblanasiz. Men bunaqa ishlar qilmayman. Men tadbirkorman. Biz hammasini bilamiz. Anchadan beri orqangizdan kuzatib yuribmiz. Bizda hamma ma'lumotlar bor. Hech qanaqa asos dalilingiz yo'q. Asossiz ayblamaysiz. Sizga qancha dalil kerak? Sallaga 2 kun muhlat. Agar 2 kun ichida 1 kilo nashamni joyiga qo'yib qo'ymasalaring, ahvollaring chatoq. Men bu 1 kilo dori ham sizniki. Bolalar sizni aldashdi. Xullas mana bunday qilamiz. Bizning odamlardan dorini yig'ib olamiz. O'ziga bitta qilib qaytarib beramiz. Bo'ladimi? Ular sizni qo'lga olishga yordam berishdi. Olib kirilaring. Kirilaring. Xo'sh, bolalar, ana tarqatayotgan dorini men shu odamdan olarim deydi. Bu yo'lning oxiri yo'q. Qancha muddat olishingiz sudda aniq bo'ladi, lekin ancha ko'p. Sudda ko'rishamiz.